sayyohlar va ziyoratchilarning keyingi manzili bu Al-Buxoriy majmuasi. Hindiston mahsuloti. Qayerdan keldingiz? Toshkentdan. Samarqand deganda ko'pchilik aynan mana shu Registon maydonini tushunadi. Lekin bugun biz sizga shahrimizning yangi va go'zal maskanini ko'rsatib beramiz. Shunday ekan, videoni oxirigacha tomosha qiling, aniq sizga manfaatli bo'lishi mumkin. Videoga bir dona like bosing, biz esa boshlaymiz. Bugun biz nafaqat islom olamining eng buyuk ziyoratgohlaridan biriga boramiz, balkim o'sha hududda yangi qurilayotgan hayot tarzini tahlil qilamiz. Bugungi videomizda majmuaning qiyofasi va u yerdagi qurilish sirlari, nima uchun aynan o'sha yerdan uy sotib olish to'g'ri investitsiya ekanligi haqida gaplashamiz. Sayohatimizni aynan shu yerdan boshlashimiz bejizga emas. Registon bu klassika. Registon Samarqand shahrining eng markaziy joylaridan biri. Sayyohlar va ziyoratchilarning keyingi manzili bu Al-Buxoriy majmuasi. Tayyormisiz? Qani ketdik. Do'stlar, Al-Buxoriy majmuasiga borishingiz uchun 3 xil ko'rinishdagi transportdan foydalanishingiz mumkin. Bular qanday? Birinchisi jamoat transporti. Bulvarni hamma biladi, to'g'ri? Mana shu bulvardagi ostanovkadan 100 raqamli oxirgi zamonaviy rusumli avtobuslar to'g'ridan-to'g'ri qatnovi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni 30 km, 25-30 km uzoqlikdagi masofaga avtobus sizni yetkazib olib borishi mumkin. Ikkinchisi esa bu taksi. Taksilar taxminan 30 va 60 ming so'm bo'lgan pul evaziga sizni to'g'ridan-to'g'ri Al-Buxoriy majmuasiga olib borib qo'yishi mumkin. Uchinchisi esa o'zingizni shaxsiy avtomobilingizda borsangiz bo'ladi. Biz hozir o'zimizni shaxsiy avtomobilimizda Al-Buxoriy tomon yo'l olamiz. Like bizdan chiqib qolmasin. Mana do'stlar, Al-Buxoriy majmuasini parkovkasiga ham yetib keldik. Mana do'stlar, Al-Buxoriy majmuasiga ham yetib keldik. Endi bu yerda milliyligimizni his qilmasak bo'lmaydi. Atrofni bir qarang. Bu mahobatni ko'rib, beixtiyor Hindistondagi Toj Mahal yodingizga tushadi. Oppoq marmarlar, moviy gumbazlar, naqshinkor bezaklar milliyligimizni bildirib turibdi. O'zi Toj Mahalni ham o'zimiznikilar qurgan. Al-Buxoriy esa undan-da go'zal, to'g'rimi? Bu majmua oldiga kelgandan keyin albatta Imom Al-Buxoriy haqida qisqacha ma'lumot beraman. Chunki bunday buyuk insonni har bir vatandoshimiz bilishi kerak. U islom olamining buyuk muhaddisi, hadis ilmining sultoni deb ataladi va o'zining 600 mingdan ortiq hadisini yod bilishi va ularni sahih, to'g'ri hamda g'ayri sahih, zaifga ajratishi bilan mashhur. Uning eng mashhur asari Al-Jomi As-Sahih, Sahih Al-Buxoriy bo'lib, bu kitob Qur'ondan keyin islomdagi ikkinchi eng ishonchli manba hisoblanadi va undan 7275 ta takrorlanuvchilar bilan hadis kiritilgan. Agar siz bu yerga ziyorat qilishni rejalashtirib kelayotgan bo'lsangiz, maslahatim sizga ish kunlarida keling. Masalan, biz hozir seshanba kuni syomka qilyapmiz. Odamni qarang, ish kuni bo'lishiga qaramasdan juda ham ziyoratchilarimiz bu yerda ko'p. Hozir sizlar bilan birgalikda ichkariga kirib, ichkarilarni tomosha qilamiz. Ketdik. Mana bu tomonda masjidning asosiy darvozasi bo'ladi, to'g'rimi? Bu tomonda hozir
majmuaga kirish qismi bo'ladi. Ichkaridan bitta tomosha qilamiz. Kirganimizda mana shunday chiroyli ustunlar bizni kutib oladi. Ko'rib turganingizdek, bu tomonda ayollar uchun namoz zali bo'ladi. Xo'p, bu yerda liftlari ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Majmuani hovli tomoniga chiqamiz. Ayvonlarning chiroyliligini qarang. Juda ham chiroyli, to'g'rimi? Qarang, ustum xuddi yog'och taassurotini, yog'och hissiyotini beradi. Ko'rganingizdan, ushlamasdan ko'rganingizda bu yog'och deb o'ylaysiz. Lekin bu toshdan yasatilgan, ya'ni Hindistondan keltirilgan maxsus toshlardan yasatilgan. Pastdagisi esa haqiqiy marmar toshi. Hindiston mahsuloti. Ketdik endi. Do'stlar, mana shu ayvon o'zida 77 ta hadislar mana devorda yozilgan. Shulardan biri yaxshi so'z ham sadaqadir. Shunday ekan, kommentariyaga bitta yaxshi so'z yozib keting, sadaqa bo'ladi. Hozir shu yerdagi mutaxassislardan so'radim. Mana bu yerda QR kod bor ekan. Bu nimani QR kodi deb so'rasam, aynan mana shuni skaner qilsangiz 16 ta tilda sizga bu so'zni tarjima qilib berar ekan. Zo'ra. Ayvon yuqorisidagi mana shiftlarga bitta nazar solamiz. Naqshlar hammasi o'zgacha dizaynda, hammasi bir-biridan farqlab. Buni ham so'raganimizda bu yerdagi naqshlarni O'zbekistondagi jamiki o'sha eng mashhur hunarmandchilik maktablari kelib, har bir naqshlarni qilib bergan ekan. Ularga ham alohida tashakkur etib qolamiz. Ziyoratchilarimiz maza qilib ziyorat qilishmoqda. Hozir bitta savol bermoqchiman sizlarga. Bu yerga oldin siz kelganmisiz? Ya'ni eski bino bor paytida kim bu yerga kelib ziyorat qilgan? Men oldin kelgan ekanman. Hozir buni mana shu joyga kirib esimga tushib qoldi. Qayerdan esimga tushdi? Aynan mana shu daraxtlarni ko'rib, oldin kelganim esimga tushib qoldi. Chunki eski bino bor paytida ham aynan mana shu chinor daraxtlar bor edi, do'stlar. Siz ham oldin kelganmisiz, yo'qmi? Albatta fikringizni kommentda yozib qoldiring. Bino butunlay o'zgargan. Hamma narsa noldan yangi qilingan, bitta shu daraxtlar qolgan. Qolgan hamma narsa yangi ko'zni quvontadi. To'g'rimizdagi Imom al-Buxoriy maqbarasi hisoblanar ekan. Majmuani mana shunday 4 ta minorasi bor. Bularning har bir balandligi 75 metrdan ekan. Hozir biz hovli tomondamiz va hovli tomonda masjidni orqa tomondagi eshigi mana shu joyda joylashgan. Undan tashqari yana bitta zo'r narsaga ko'zim tushdi. Bu oyog'imiz tagidagi kafillar. Maxsus terilgan ekan. Hayit namozida, bayramlarda odamlar ko'p, namozxonlar yig'ilganda aynan mana shu hovlilarda ham namoz o'qishligi uchun qarang, har biriga chegara, ya'ni palosa qo'yilgan, ya'ni mana shu yerdan va ikkita kafilgacha har bitta odam uchun mo'ljallangan, ya'ni joy namoz sifatida belgilar qo'yilgan. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu kafillar har kuni oqshom soat 11 lardan keyin yuvilar ekan mashinkalar bilan. Juda ham zo'r, do'stlar. Qarang, mana shu masjid binosiga bir vaqtni o'zida 10 ming nafar namozxon ketar ekan. Bu degani 10 mingta namozxon bir vaqtni o'zida bemalol bu yerda ibodatlarni qilib namoz o'qish mumkin bo'ladi. Operator, yaqinroq kelinglar, qarang. Bitta ko'rsating tomon. Ko'ryapsizlar, xuddi mana shunaqa joyda odamlar suv ichyapti. Ko'pchilik buni shifobaxsh suv deb o'ylashar ekan. Bu oddiy suv, chanqoqni bosish uchun sharoitlar qilingan, ya'ni ziyoratchilarimiz uchun kim suv istasa, bemalol mana shu yerdan foydalanish mumkin. Mana bosasiz, suv chiqadi. Zo'ra? Mana do'stlar, video cho'zilmasligi uchun qisqacha qilib majmuani sizlar bilan birgalikda aylanib chiqdik. Hozir bu yerda bir savol tug'ilyapti. Hozir mana shu yerga kelgan ziyoratchilarga bu savolni beramiz. Aynan shu hudud yaqin atrofida yashagan bo'larmidingiz? Buni hozir bilib olamiz. Aka, bitta videoga tushib berasizmi? Assalomu alaykum. Bitta kichkina intervyu olaylik. Ziyoratga keldingizmi? Albatta. Qayerdan keldingiz? Qo'qon shahridan. Voh, qanday taassurotlar? Sizga ziyorat qanday bo'ldi? Men oxirgi marta 2015-yilda kelganimda kichkinagina joy edi. Bu yoqda mahallalar bo'lardi. Hozir obedgacha aylansa ham vaqtga yetmaydigan joy bo'ldi.
O'ta Chiroyli, go'zal. yoqdimi sizga? Mashalloh, juda Qarang, bitta go'zal. savolimiz borda, aynan mana shu hudud atrofida yashagan bo'larmidingiz? Nasib. Nasib. Albatta, juda go'zal joylar. Yo'q sizga. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta. Zo'r, Tavsiya katta qilamiz. rahmat aka sizga. Sog' Salomat bo'linglar, bo'ling, charchang. salomat bo'ling. Juda ham zo'r kakirasiz kerakingizda. Bormi? Aka, ziyoratlar qabul bo'lsin. Qayerdansiz? Bizlar shu nimadan Jomboydamiz. Jonboy, juda yaqin joyda. Yaqin. Ziyorat qilibsizmi? Ha. Taassurotlar qanday? Yaxshi bo'ladi. Zo'rmi? Zo'r. Bitta savol borda, mana shu hudud atrofida yashagan bo'larmidingiz? Albatta yaxshi bo'lardi. O'zim shunga yaqinman. Jomboy bo'lgandan keyin где-то 6-7 kilometr oldin o'zimni. Juda ham zo'r. Boshqalarga ham tavsiya qilgan bo'lardingiz? Mana shu hududga yaqin joyda yashashni. Albatta yaxshi bo'ladi yashasa. Qayerdan keldingiz? Toshkentda. Vau. Ziyorat qilib chiqdingizmi? Ha, chiqdik. Taassurotlar qanday? Zo'r. Qarang, bitta savol borda, mana shu hudud yaqin atrofida yashagan bo'larmidingiz? Конечно. Конечно. Yashirdik. Muqaddas joy-da. To'ppa-to'g'ri. Muqaddas joy. Qolganlarga ham tavsiya etgan Tavsiya bo'larmidingiz? qilamiz, ha. Tavsiya Katta rahmat qilamiz. aka. Xush kelibsizlar, salomat bo'lingizlar. Qayerdan keldingiz aka? Ayloq tomonidan keldik. Vau. Ziyorat qilib chiqdingizmi? Chiqdik. Qanday taassurotlar? Taassurotlar juda zo'r. Maza qildik. Bitta O'zgarishlar katta. zo'r ham. Qolganlarga ham kelishni tavsiya qilardingiz, ziyorat qilib. Hammaga butun O'zbekistonga butun tavsiya qilaman. O'zbekiston, hozir butun dunyo qiziqish bildirishmoqda-yu. Ochilish marosimini videosini YouTube'ga qo'yilganda 1 million prosmotr bo'libdi. Uni ko'pchilik qismi chet elliklar tomosha qilgan ekan. Hozir juda ham ko'pchilik qiziqish bildiryapti. Sizga bitta savol bor. Aynan mana shu hududga yaqin bo'lgan joyda, masalan, 800-900 metr uzoqlikda yashagan bo'larmidingiz? Albatta. sotib olgan Agar bo'larmidingiz? imkoniyat bo'lganda yashagan bo'lardi. Juda ham zo'r. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling aka. Salomat bo'ling. Hop. Ziyoratga qayerdan keldingiz aka, sir bo'lmasa? Ziyoratga Zomindan. Zomin, Jizzaxdan kelyapsiz. Taassurotlaringiz qalay? Taassurotlar zo'r. Hamma tomon yaxshi. Namozlarni o'qib chiqyapmiz. Mashalloh. Nimasi ko'proq sizga yoqdi? Mengami Toj Mahalga o'xshagan yoqdi. Juda ham zo'r. Qarang, bitta savolimiz bor. Mana shu hududga juda ham yaqin bo'lgan joyda yashagan bo'larmidingiz? Yashagan bo'lardim. Mening lekin u tomondan ham rizqim shu yoqda bo'lgan. Shunday. Bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarga ham tavsiya qilgan bo'lardingizmi? Shu yerga kelib ziyorat qilishlarini. Albatta, hammaga tavsiya qilardim. Mana shu yerda ziyorat qilib ketsin. Allohim hammani qo'llab-quvvatlasin. Ziyoratlar qabul bo'lsin hammasining. Katta rahmat, ziyoratlaringiz qabul bo'lsin. Xush kelibsizlar, salomat bo'lingizlar. Rahmat, sog' bo'lingizlar. Xo'p. Mana do'stlar, guvohi bo'ldingiz, ko'pchilikni bu yerda yashash istagi bor. Hozir sizlar bilan birgalikda bu hududda yashash sharoitlari haqida o'rganib chiqamiz. O'zi qanday infratuzilma, maktab, bog'cha, bozor, ya'ni masjid bor. Shular haqida hozir o'rganib chiqamiz. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Do'stlar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan loyihamizni qurilish maydoniga yetib keldik. Hozir bu yerda qurilishlar juda ham avjida ketmoqda. Sizlarga aytadigan bo'lsam, shahar ichida shaharcha barpo etilmoqda. Men so'rab surishtirdim. Yon atrofda maktab, bog'cha, bozor, shundoq majmuaning yonida joylashgan. Bundan tashqari aynan mana shu yangi loyiha uchun ichida o'zini alohida maktabi, bog'chasi qolaversa, yaxshi universitetlar ham qurilar ekan. Hozir bu yerdan qurilish bo'layotgan joydan quruvchi akalarimizdan so'rab surishtiramiz, ma'lumot olishga harakat qilamiz. O'zi bu yerdan uy olsa bo'ladimi, hujjatlari bormi, yo'qmi? Shular haqida hozir gaplashamiz. Do'stlar, hozir Nurbek akamdan savol javob qilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat. Qanday ishlar? Zo'rmi? Qarang, bitta savol borda aka. Davay. Kuzatuvchilarimga ham shu narsa qiziq. O'zi bu qurilish ishonchlimi, hujjatlari bormi degan savol qiynaydi-da. Albatta, Suhrob aka. Javob bersangiz. Keling, men sizga binonizni ko'rsatay. Mana bizda qurishimiz pasporti bor aka. Xo'p, Mana shuni kelib skaner qilsa, xo'p. obyektimizda hujjatlar kelib chiqadi. Qanchada tugatishi, Aha. hammasi shunda keltirilgan. Ya'ni hozir ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz mana shu QR kodni skaner qilsa, bizda Albatta. onlayn hujjatlarimizni ko'rishi mumkin. Ya'ni Albatta. ma'lumotga ega bo'ladi. Albatta. Juda ham zo'r. Bu mana bu pasport, qurilish pasporti deb hisoblanadi, to'g'rimi? Shunday. Bu yerda qanaqa xonadon bo'layapti, nechta xonadon bor, hammasi ko'rsatilgan.
Albatta Suhrob aka. 5 etajlik bo'ladi hamma qurilishimiz. Hamma qurilish 5 5 etaj. etajlik. Chunki majmua ko'rinib turish uchun Al-Buxoriy Ha, majmuasi. shu narsani so'ramoqchi edim Nurbek aka. Nima uchun 5 etajlik? Bo'lmasa bu yer ochiq maydon bo'lsa, sal balandroq qursa bo'lmasmi degan savol bor edi. Nima Agar- uchun 5 qavatlik degan savol qiynyapti. Balandroq qursak majmua ko'rinmay qoladi. O'shaning hisobiga Ha. ko'rinib turish uchun odamlarga Aynan Al-Buxoriy majmuasi ko'rinib turish uchun, ya'ni majmua yopilib qolmasligi uchun bu yerdagi loyiha hammasi 5 qavatlikka mo'ljallangan. Ya'ni bu narsani hukumat o'zi nazorat qilib turadi. albatta davlat nazorati ostida. Davlat nazorati ostida qurilish ketmoqda. Endi Nurbek aka qarang, faqat dom quriladimi bu yerda? Maktab, Yo'q. bog'cha degan narsa Yo'q, bo'ladimi? Suhrob aka, biz maktab bog'cha albatta bo'ladi. Loyihaga kiritilgan. Loyiha ichida bor. Ya'ni shu Ha, shahar ichidagi shaharchada o'zini maktabi va Albatta. bog'chasi bo'ladi. albatta Chunki bo'ladi. hozir bizda kelishimizda mana yo'l tomonda maktab bilan bog'cha bor ekan. Bog'chada o'chib ketgan. bor. Ha. Endi bu yerda shuncha aholi kelib ko'chib kirgandan Shu, keyin shu. albatta u yerga maktab, bog'cha kerak bo'ladi. Albatta. Sifat haqida ozgina gaplashsak, Nurbek aka. Sifati- Ko'ryapmiz mana pishirishdan. Pishirishdan, ha, biz ko'rib turgani pishirish, ichkari bo'linmalari ham, peregorodkalar ham pishirishdan bo'ladi. Pishirishdan bo'ladi. Albatta. Hozir adashmasam biz 1, 2, 3 qavatni sisma kolonna deyiladi, mana betonlari Regil. regellar qo'yilyapti. Plitaga Plitaga tayyor. tayyorlandi. Bir kunda plitalar qo'yiladi. Ha, ertaga 4-chi xudo etajnikini xohlasa. boshlaymiz. Уже bitish arafasida do'stlar, bitish arafasida. Buni itab yonlarida ham boshqa qurilishlar ham bor. Ular haqida yana keyinroq gaplashamiz. Nurbek aka, mana shu qurilayotgan uylarimizdan derazasi mana balkonlik bo'lyapti, ochiq balkonlik. Shu balkonda majmua ko'rinib turadimi? Albatta, Suhrob aka. Bitta Hozir chiqib yuring. ko'ramizmi? Chiqib ko'ramiz. Yuringlar. 3-qavatdamiz aka. Uchinchi 3-qavat balkondamiz. Zo'r. Ko'rib turganingizdek, mana Ha. majmuaning ko'rinishi. Manzara o'ta go'zal-ku aka. Ko'rib turganingiz. Shundoqqina ya'ni rakurs juda ham zo'r. Agar kamera sizlarga yetkazib berayotgan bo'lsa, agar his qilayotgan bo'lsangizlar, bitta kommentariyga yozib qoldiringlar. 5-qavatda qanday bo'ladi bu? Yanada ham go'zallashadimi? Ha, 5-qavatni yopsak, kelasiz aka, birdan podpischiklaringizga ko'rsatamiz. Zo'r. Xudo xolasa 5-qavat yopilganda kelamiz do'stlar. 5-qavatdan ham kimnidir xonadonida mana shu go'zal maskanni sizlarga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Juda ham zo'r Nurbek aka, qoyil qoldim. Ko'chmas mulk mutaxassisi, ya'ni realtorlik sohasida 8-9 yil, umumiy qurilish sohasida 10 yillik tajribaga ega mutaxassis sifatida shu narsani sizlarga aytamanki, katta ishonch bilan bu hududlar ertaga xudo xolasa o'zini 10 barobar o'zini oqlaydi. Nima uchun? Chunki bu hududga butun dunyo qiziqish bildirmoqda. Undan tashqari hukumatning o'zi nazoratga olingan juda ham zo'r loyiha asosida qurilishlar ketmoqda. Ko'p qavatli dom bo'ladimi, kottejlar bo'ladimi farqi yo'q. Bu hududning qiymati oshib boraveradi. Chunki bu joylar shahar ichidagi eng go'zal shaharchalardan biriga aylanishi kutilmoqda. Agar hozir olmasangiz, ertaga keyin afsuslanishingiz aniq. Afsus. O'sha payt Sohrobjon aytgan paytda olganim yaxshi edi-da deb afsuslanmang deyman-da. Shunday ekan, hozir men sizlarga to'liq ma'lumotini yetkazaman. Xo'p, do'stlar, quruvchi akamizdan ma'lumotlarni oldik. Ya'ni hujjatlar bo'yicha hammasi rasmiy, to'liq davlat nazorati ostida bo'ladigan qurilish. Qurilishimiz sifatiga keladigan bo'lsak, to'liq pishgan g'ishtdan qad rostlamoqda. O'zingiz guvohi bo'ldingiz. Hattoki xonalar ichidagi pergorodkalar ham pishiq g'ishtdan qilib beriladi. Eng asosiysi 60% ga ta'mirlab ham berishar ekan. Ya'ni shuvoqlarni rodman bilan padmayak holatda va pol qismini stejka qilib topshirar ekan. Endi qarang, bu yerdan hozir men so'rab surishtirdim. Yo'l tomonda ham yangi loyiha boshlanyapti ekan. U 3 qavatlik binolar bo'lar ekan. Bu yerda esa 5 qavatlik bino bo'lyapti. Bu yerda o'sha eng asosiysi majmua ko'rinib turish uchun ko'p qavatli dom qurishga ruxsat berilmaydi va har qanday qurilishlar bu yerdagi hammasi davlat nazorati ostida bo'ladi. Endi xonadonlarimiz 1, 2, 3 xonali xonadan iborat bo'lib, bu yerda hammasi, ya'ni kvartira hisobida qurilmoqda. Ya'ni birinchi qavati magazin, ikkinchi qavati ofis degan narsa yo'q, hammasi jiloy kompleks bo'lyapti. Narxidan gapir deyapsizmi? Narxi juda ham shikolat do'stlar. 1 metr kvadratini siz 7 million so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Yo'q, menga arzonroq kerak desangiz, 5-qavatlarni siz 6 million 600 dan yoki 6 million 500 dan ham xarid qilishingiz mumkin ekan. So'radim, aka, boshlanish to'lovi bormi yoki yo'qmi? Boshlanish to'lovi atiga 40 million so'm,
Qolgan qismini 36 oyga, ya'ni 3 yilga hech qanday foiz va penyalarsiz bo'lib to'lab borar ekansiz. Nimaga boshlang'ich to'lovi bor desam, akam aytdiki, o'zi dom bitib qolyapti. Ham boshlang'ich to'lov qilsa, oylik to'lovi yengil chiqadi va undan tashqari kimgadir oylik to'lovi og'irlik qilsa, biz erkin grafik ham qilib beramiz. Ya'ni sizning oylik to'lovingiz 10-12 million chiqadigan bo'lsa, bu yerdan siz 7-6 million pul to'lab, qolganini 36-oyda, ya'ni oxirgi yilda to'lab berishingiz mumkin ekan. Yoki to'lab berish sizga qiyinchilik tug'dirilsa, bank orqali ipoteka yoki subsidiya qilib to'lashingiz ham mumkin bo'lar ekan. Sizlarga yoqdimi? Shaxsan menga yoqdi. Ham qurilishi qonuniy, 100% bitadigan joy. Undan tashqari, hozir qurilish avjida hech qanday patlavan emas. Hozir siz bu yerdan qaror qabul qilib, xonadon xarid qilsangiz, 1 yildan keyin uyni kadastr hujjatlari va kalitini qo'lingizga olasiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga telefon qilasiz va fikr va takliflarni kommentariyada yozib qoldirasiz. Mehnatimizni qadrlash sifatida videomizga like bosing, mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling. Albatta ushbu videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying. Hammaga chiroyli uylar nasib qilsin.